C Sharp haqidagi darsimiz, navbatdagi darsimiz funksiya. Ya'ni bu metod yoki function. Ya'ni buni o'xshamagan tillarda o'xshamagan nomda atalgan, ko'pincha tillarda funksiya deb ataydi, inglizchada function. C Sharpga o'xshash ba'zi tillarda metod deb atalgan. Bu qandaq lekin atalmasin, bu o'xshashli bir narsa. Ya'ni biz Uyg'urchada funksiya deb ataymiz. Hamda funksiya deganimiz ma'lum konkret vazifa yoki hisoblashni amalga oshiradigan kod biligini ko'rsatadi. Bu ma'lum kod jarayonidan iborat. Hamda funksiya aniqlamasi va funksiya gavdasi deb ikki asosiy bo'lakdan tuzildi. Buningki funksiya gavdasida amalga oshiradigan iqtidorlar yoziladi. Funksiya aniqlamasi bo'lsa, bu funksiyaningki ziyorat cheklamasi, funksiyaning qaytaradigan qiymatning tipi, funksiya nomi, parametr qatorliqlar yoziladi. Funksiyani aniqlash shakli tuvandagidek. Ya'ni soldan o'ngga yoziladi. Oldi bilan ziyorat aniqlamasi. Bu yerdagi ziyorat aniqlamasi mushu funksiyani qayerda ishlatalaydi deganni ifodalaydigan ziyorat aniqlamasidan iborat. Buningki maxsus ochiq so'zlar bor, shu so'zlar orqali qayraymiz. Masalan, public, private deganga o'xshash. Undan keyin boshqa qo'yib o'tib qaytaradigan tip, ya'ni bu funksiya qaytaradigan tip izohlandi. Bu ko'pincha biz oldida o'rganib o'tgan ma'lumot tipi bo'ldi. Undan boshqa xohlagan bir obyekt bo'lsa bo'ldi. Bu yana funksiyaning tipi deb ataldi. Chunki mushu navbatdagi funksiya qaytaradigan tip mushu tipdan iborat. Shunga funksiya tipi yoki funksiya qaytaradigan tip desa, ikkilisi bir narsa. Undan keyin funksiyaning nomi. Bu nomni o'zimiz xohlagancha qo'yamiz. Bu nom bu funksiyani chaqirib ishlatganda foydalanadigan nom. Mushu nom orqali funksiyani chaqirib ishlatamiz. Ondan parametr. Bu yerdagi parametr mushu funksiya ma'lum vazifani o'rlash jarayonida foydalanadigan parametrlarni ko'rsatadi. Ya'ni bu yerdagi o'zgargich miqdorlar. Parametrga berilgan qiymatlarni o'zgartiradi yoki shundan foydalanib yangi bir natijani keltirib chiqaradi. Funksiya gavdasi konkret kod qismini o'z ichiga oldi. Bu yerga uzunligi cheklimi yo'q, nurg'un kodlar yozildi. Endi buniki misol ko'rsak, eng oddiy bir funksiya bu xil shaklda yozildi. Private string hello world. Bu yerdagi private degani ziyorat cheklamasi. Ya'ni bu private bo'lsa, buni faqat mushu navbatdagi klassning ichida ham ishlatkili bo'ldi deganni bildiradi. Navbatdagi kod hujjatlar. Ondan bu yerdagi string degani bu funksiyaningki qaytaradigan qiymatning tipi yoki funksiyaning tipi. Buning tipi string. Undan keyin funksiyaning ismi. Hello world. Buni boshqa chaqirib ishlatganda mushu ism orqali chaqirib ishlatamiz. Bu funksiyaningki parametri yo'q. Tırnaqning ichi quruq qoladi. Navada parametr bo'lsa, buning ichiga yoziladi. Hamda bu funksiyaningki funksiya gavdasiga qarab baqsaq, bu funksiya gavdasida return deb bir ochiq so'z bor. Bu returnning ma'nosi mushu funksiya mushu returnning keyindagi qiymatni funksiya qiymati qilib qaytaradi deganni bildiradi. Navada qiymat qaytarmaydigan funksiya bo'lsa, buning return jumlasi yozilmaydi. Bu yerda returnning keyingi yozilgani bir string, ya'ni qo'shbashning ichiga ilingan. Hello world degan so'zni jumlani qaytarib beradi. Bu funksiyaningki eng oddiy bir xil aniqlanishi. Endi ikkinchi misol parametr berilgan shakli. Ya'ni bu yerda ifodalangani bir qo'shish amalini bajaradigan funksiyaga
Buning ifodalanishi public init add tırnaq ichiga init A, init B. Buning public degani boya deganimizga o'xshash ziyorat cheklamasi. Bu public bo'lsa, bu funksiyani boshqa kod blokida yoki boshqa kod hujjatida turib buni tortib ishlatganda o'xshamagan klasslarning ichida. Buning tipi init, ya'ni butun son tipliq. Add degani bu funksiyaninki nomi. Bu tırnaq ichidagi ikki parametr A, B. İki dana qo'shilg'ichi. Hamda bu funksiyaninki funksiya gavdasiga qarasak, return, ya'ni qimmat qaytaradi. A bilan B ning yig'indisini. Ya'ni bu parametr qilib berilgan ikki dona butun sonni qo'shib, buning natijasini qaytarib beradi. Bu funksiyani chaqirganda mushuninki yig'indisi kelib chiqadi. Üçüncü misal private int count. Yani bu stringni sanaydigan bir funksiya. Yani string bilinsa, bu stringning ichida qancha dona harf borligini sanab beradi. Private degani ziyorat cheklamasi navbatdagi hujjatning ichida ishlatiladi. Init butun son, yani harfning soni butun son bo'ldi. Count funksiya nomi, bu yerga parametr qilib berilgani bir tekst, yani string. Funksiya gavdasiga qaraydigan bo'lsak, init incount tang str chekit lingiz deb bir o'zgaruvchi miqdor aniqlayapti. Buningki dastlabki qiymatini beribdi. Ya'ni init incount deganimiz o'zgaruvchi miqdorini aniqladik. Tang bu yerga parametr qilib berilgan stringninki uzunligini bu incount qiladi. Hamda keyingi qur bo'lsa, bu incountning qiymatini, ya'ni harfning sonini qaytarib berdik degan gap. Funksiyaning aniqlanish shakli shunday bo'ldi. Hamda bu funksiyani ishlatish jarayonini ko'rib boqaylik. Bu yuqorqi 3 funksiyaninki chaqirib ishlatilgan yeri. Birinchi funksiya hello world'da bir hello world degan stringni, tekstni qaytarib beradi. Shunga bu yerda bu funksiya qaytargan qiymatni yana bir o'zgarguvchi miqdorga saqlab olish uchun bir string tipliq o'zgarguvchi miqdordan birini aniqladik. Ya'ni strmessage degan stringning birini aniqladik. Tang bu funksiyani chaqirdik. Yani funksiyaning nomini yozdik. Keyinda tırnaq belgisi var. Bayatınki oldida aniqlagan funksiya mush yerda ijro bo'ldi. Ijro bo'lgandan keyin buningdan hello world degan string qaytadi. Bu qaytgan qiymat bu strmessage'ga beriladi. Endi ikkinchi funksiyani chaqirib ishlatgan joy bo'lsa, buninkidan bir o'zgaruvchi miqdor aniqladik, butun son tipliq. Bu aniqlagan o'zgaruvchi miqdorga bu funksiyaning qaytgan qiymatini beramiz. Yani funksiyaning ismini yozdik, tırnaqning ichiga parametr berdik. Chunki bu funksiyada ikki dona parametr botdi. Yani parametr bo'lsa, cho'qim parametr berish kerak. Bo'lmasa programning xatolik kelib chiqadi. Ikki o'zgaruvchi miqdorga 2 va shuni berdik. Buni qo'shib ikki sonni bu qaytarib berdi. Bu qaytgan qiymat ensam, ya'ni yig'indiga beriladi. Bu yerda diqqat qiladigan ish, funksiyaning qiymatini olib bir o'zgaruvchi miqdorga bergan vaqtda bu o'zgaruvchi miqdorning tipi bilan funksiyaning tipi cho'qim o'xshash bo'lishi kerak. Bo'lmasa xatolik kelib chiqadi. Üçüncü misal olsa, bizning üçüncü funksiyamiz berilgan tekstninki harflarini sanab beradigan funksiyati. Buning uchun biz bir o'zgaruvchi miqdorni aniqlab oldik, init tipliq. Chunki bu funksiyami butun son qaytib turadi. Aniqlab bo'lgandan keyin funksiyani chaqirib ishlatdik. Ya'ni count degan funksiya chaqirildi, tırnaq ochildi. Buning ichiga biz bir tekstni berdik. Hamda bu funksiya bu tekstning harflarini sanab bizga qaytarib berdi. Bu qaytgan qiymat
bu stringga beriladi. Hamda biz buningki konkret misal ko'rib baqaylik. Visual Studio'ni qo'zg'atdim. Yangi bir project quraylik. Windows Form Application. Bu projectning ismi Methods Enter'ni bosdim. Projectimiz qurildi. Endi biz funksiyani yozgan vaqtida kod ko'znikini ochamiz. Bu forumninki kod ko'znikini achish uchun bu forum tanlangan holatda bu knopkani bosamiz. Ya'ni kod ko'zniki ochildi. Biz bu yerga funksiya yozamiz. Biz burun ko'znakni qo'sh chekib yoki knopkani qo'sh chekib bu kod ko'znikini ochgan. Bunda vaqtda ko'znakning qo'zg'alish yoki knopkaning besilish hodisiniki funksiyasi bu yerga o'zi avtomatik yoziladi. Kod ko'znikini ochganda shunday qilsaqmi bo'ldi, ya'ni qo'sh chekib. Lekin bu vaqtda bu yerga bir funksiya yozildi, o'zi avtomatik. Biz ayrim funksiya kerak bo'lsa, buning ichiga yozmaymiz. Cho'qim bu funksiyaning sirtiga yozish kerak. Bu yerda funksiyaning yozish o'rnini ko'rish uchun kod ko'znikini bir umumyuzlik tushunishimiz kerak. Bu butun bir hujjat, bir class hujjati. Yani bunun beşinde biz ko'p ishlatadigan tip ambarlari, namespace'lar berilgan. Yani biz ishlatadigan ambarlar. Uningdan keyin namespace degan bo'lak. Bu kodni boshqa kod hujjatlari turib ishlatishga qulaylik yaratish uchun ham o'xshamagan hujjatdagi klasslarni bir nomning ostiga akirish uchun namespace ishlatildi. Bu eng cho'ng bo'lak. Namespace bu yerda boshlandi, bu yerda oxirlashdi. Endi class bo'lagi bo'lsa, ya'ni bu yer. Biz funksiya yoki xoslik har qanday bir narsani yozmoqchi bo'lsak, cho'qim shu classning ichiga yozamiz. Endi bu classning ichiga hozir qaraydigan bo'lsak, ikki dona funksiya oldin yozilgan. Bunun birisini biz ko'znakni qo'sh chekib yozdik, avtomatik hosil qildik. Bu bir funksiya. Bu funksiya ko'znakninki qo'zg'alish hodisiga bog'langan ayrim saplama hujjatida. Endi bu yerdagi funksiya bo'lsa, bu funksiyaning ismi bilan bu classning ismi o'xshash. Bundaq funksiyalarni biz qurg'uvchi funksiya deymiz. Ya'ni classning nomi bilan o'xshash nomdagi funksiya qurg'uvchi funksiya bo'ldi. Bu classni boshqa yerda aniqlab ishlatgan vaqtda ijro bo'ladigan funksiya, o'zi avtomatik bu alayda funksiya. Endi biz o'zimizningki funksiyasini yozaylik. Funksiyani yozish uchun cho'qim classning ichiga yozamiz. Bir funksiyaning ichiga yozib solsak bo'lmaydi. Masalan, biz bayatdan ko'rgan hello world degan funksiyamizni yozaylik. Private string hello world tırnak cho'ng tırnak açtık yaptık. Bu yerda biz funksiyani aniqlab oldik. Hamda bu yerda funksiyani aniqlagan vaqtda bu yerda bir xatolik uchuri chiqdi. Ya'ni qizil chiziq chizilib. Bunun ma'nosi bu funksiya qimmat qaytaradi. Ya'ni biz bu yerda string qaytarsin dedik. Bu qaytaradigan qimmatninki tipi. Lekin buning ichida hech qanday qaytaradigan kod yozilmadi. Shuning uchun bu eskartish berdi. Biz qaytaradigan kodni yozgandan keyin bu xatolik o'zi yo'qaydi.
Qaytırış açıq so'zi return string qaytırdı hello world. Yani biz tuncu fonksiyonimizni yozdik. Bu fonksiyanın qurilmasini bayı tafsil tushunib o'tdik. Bu açıq so'z private ziyorat cheklamasi. Ya'ni bu funksiyani faqat mushu klassning ichida turib ishlatgili bo'ldi. Masalan, bu load degan ayrim bir funksiya, bu funksiyaning ichida chaqirmoqchi bo'lsak, hello world deb buni chaqirib ishlatsak bo'ldi. Lekin boshqa bir hujjatning ichida turib buni chaqirib ishlatgili bo'lmaydi deganni bildiradi. Navada buni biz public deb alsak, buni boshqa hujjatlarning ichidami chaqirib ishlatgili bo'ldi. Bu bizningki birinchi funksiyamiz. Hamda biz yana bir funksiya yozaylik. Parametrisi bor funksiyadan. Public int add tırnak açtık. Tırnaqning ichiga parametr yozamiz. Parametr yozgan vaqtda parametrning tipini cho'qim deb berishimiz kerak. Init a, init b. Funksiyamizning umumiy qurilmasi yozildi. Hamda biz bu ikki parametrni qo'shib qaytarib beraylik. Buni yozgan vaqtida return a qo'shilgan b deb yozsak, bu funksiya bu berilgan ikki sonni qo'shib bizga qaytarib beradi. Bu funksiyaniki a, b ikkisi berilgan parametr. Parametrning tipini cho'qim beramiz. Parametrning tipi bilan bu qaytaradigan tipninki munosabati yo'q. Buning ichida amaliy ahvol qarab ishlatamiz. Hamda biz uchinchi funksiyani yozaylik. Private int count parametrisi string tipli bo'ldi. str. Bu parametrga berilgan ismni xohlagancha qo'ysak bo'ldi. Endi biz bu qiymatni elish uchun int incount deb bir o'zgargich miqdor aniqlab oldik. Undan keyin str ichki dengiz xasligi. Bu string tipni biz burun ma'lumot tipida ko'rib o'tgan. Bu tip sal alayda tip. Yani bu xilali cho'ng bir obyekt. Ya buningki nurg'un xassliklari bor. O'ziniki funksiyalari bor. Buningki lengiz xasligi mushu stringning, ya'ni tekstninki harf sonini sanab beradigan xaslik. Yani sanab mushu yerga saqlangan, biz mushuni tartiblab ishlatsak bo'ldi. Hamda buningdan qiymat qaytarish uchun return in count. Biz bu yerda bir o'zgargich miqdor aniqlab, uning qiymatini ondan qaytarib berdik. Biz buni oddiylashtirib, bu yerda bir o'zgargich miqdor aniqlamay, bevosita mush qiymatni qaytarib bersakmi bo'ldi. O vaqtda bu bir quruq kodning hech qanday ahamiyati qolmaydi. O'chirib bersak bo'ldi. Bu funksiyalarningki aniqlanish shakli. Endi biz bu yerda yozgan funksiyalarimizninki hammasi qiymat qaytaradigan funksiya. Endi qiymat qaytarmaydigan funksiyalar bor. Endi qiymat qaytarmaydigan funksiyani yozgan vaqtida funksiyaningki ma'lumot tipining o'rniga void deb yozamiz. Mushu funksiyaning o'zini biz qiymat qaytarmaydigan funksiya qilib o'zgartirib boqaylik.
private void count word string str. Endi bu funksiya qimmat qaytarmaydi. Lekin biz buning uchun chuqur bir vazifani yoki hisoblashni amalga oshirishimiz kerak. Biz yanala bu berilgan stringning uzunligini olib boshqa bir yerda ko'rsataylik. Masalan int incount tang str ning uzunligi. Endi biz buni bu ko'znakninki bu form 1 deb yozilgan yeriga, ya'ni title'ga, temasiga mushaga ko'rsataylik. This bu yerda this degani navbatdagi ko'znakni ko'rsatadi. Text tang incount to string. Ya'ni berilgan bu parametrning uzunligini bu yerga saqlab oldik. Endi buni ko'znakninki temasiga ba degan gap. Endi biz bu yerda funksiyani iniq qildik, lekin buni chaqirib ishlatmadik. Buni ishlatmasak bu funksiya ijro bo'lmaydi yozgan bilan. Misol bu programni ijro qilib ko'raylik. Bizning ko'znakimiz qo'zg'aldi, lekin bu yerda biz funksiyani texi chaqirib ishlatmadik. Shunga bu yerda hech qanday ish yuz bermaydi. Endi biz funksiyaninki chaqirib ishlatilishini ko'raylik. Oldi bilan biz hello world degan funksiyani chaqiraylik. Buning uchun biz bir string aniqlaylik. str message tang hello world. Biz bu funksiyani chaqirdik. Bundan qaytgan qimmatni bu str message degan o'zgargich miqdoriga oldik. Buni chaqirdik, lekin biz ko'znakka ko'rinadigan hech qanday ish qilmadik. Bu vaqtda bu funksiya ijro bo'ldi, lekin bizga hech qanday natija qaytmaydi. Biz buni bir message box'da ko'rsataylik. Buni output ko'znikiga ko'rsataylik. Console write line str message chekitlik 5 saqladik. Endi buni ijro qilaylik. Yani bu yerda hello world degan gap ko'rindi. Yani biz bu yerda funksiyani qo'zg'atdik, chaqirib ishlatdik, qimmatini oldik. Bu output ko'znikiga besib yozdik. Yani bu yerga. Yani bu funksiyaninki aniq ishlatilishi, chaqirilishi. Endi biz bu ikkinchi funksiyani ko'rib bakaylik. Bu funksiyani cheklab qoldim. Bizning ikkinchi funksiyamiz ikki sonning yig'indisini topiradigan funksiyati. Buning uchun int insum yig'inda tang add. Bunun ikki parametrisi var. İkilisi bütün son. Birninki 5, yani birninkiga 7 degan sonni beraylik. Chaqirdik. Bu funksiya ijro bo'lgandan keyin bu ikki sonning yig'indisini qaytarib buningki beradi. Endi biz buni output ko'znikida ko'rsataylik. Console write line insum to'squ. Bu yerda berilgani 5 va 7 ikki son. Bu ikki sonning yig'indisi. Kodni ijro qilsak, bu yerda 12 degan son chiqdi. Yani ikki sonni qo'shib berdi.
Endi biz bu funksiyani hmm, tekrar ishlatib boqaylik. Bu jarayonni ko'chirg'ilay. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. İki qatim ko'chirdim. Endi buningki qiymatlarini o'zgartaylik. Bunun 30, bunun 5, bunun 4, bunun 9 bo'lsin. Endi bu yerda bu 3 tane o'zgaruvchi miqdorning ismi o'xshash bo'lib qoldi. Buni biz o'zgartib o'taylik. Buningki som 1, buning som 2 bo'lsin. Endi besib chiqaradigan qismini o'zgartirishimiz kerak. O'zgartmasak, bu bir sonning qiymatini 3 qatim besib qo'ydi. 1, 2. Buni ijro qilib ko'raylik. Ijro natija chiqdi. Bu yerda biz bir dona funksiyani 3 qatim chaqirib ishlatdik. Birinchi qatim 5 bilan 7 ni parametr qilib berdik, yig'indisi 12. Ikkinchi qatim 30 bilan 5 ni parametr qildik, yig'indisi 35. Uchinchi qatim 4 bilan 9 ni parametr qilib berdik, yig'indisi 13. Demak, funksiya ba'zi o'rtoqlikqa ega iqtidorlarni mujassamlab bir funksiya qilib ishlatsak, bu nurg'un kodni tejab qoldi. Ya'ni mushundaq qo'shadigan, lekin qimmat o'xshamaydigan ahvollar uchrab qolsa, misol uchun funksiyadan birini yozib, buningga parametr beradigan qilsak, parametrni o'zgartib bilan biz har xil natijalarga erisha olamiz. Ya'ni bu kodda funksiya qilib ishlatishning bir ortiqchiligi kodlarni ixchamlash, o'rtaq ishlatish. Biz endi üçüncü bir funksiyamızın chaqirib ishlataylik. Bu kodni izohatga aylantirib o'tdim. Ijro bo'lmasin. Endi int incount tam biz count deb bir funksiya yozib olgan. Bu funksiyanın parametriga biz xohlagan string bersak bo'ldi. Masalan, Uyg'ur dev net. Endi buning qiymatini output ko'zingga yozaylik. Console write line incount to string. Bunu icra qildik. Bu yerda 13 degan son chiqdi. Demak, bu harflarni sanab yig'indisini bu yerga chiqarib berdi. Bu yerda sanaganda cho'qim harf, bo'shliq, har qanday belgilarni qo'shib sanaydi. Biz bu count degan funksiyani qiymat qaytarmaydigan qilib yana birini o'zgartib yozib olgandik. Hamda biz buni chaqirib ishlataylik. Bu funksiyanın ismi count word. Yani söz sana. Bunun içine berilgan parametrimi bayatınki o'xshash. Endi bu funksiyanınki chaqirilish jarayonidagi farqi, boshqa funksiyalar qiymat qaytaradi, uning qaytargan qiymatini biz ishlatdik. Yani bir narsa kelib. Endi bu funksiya bo'lsa qiymat qaytarmaydi. Qilishga tegishli mashg'ulotlarning hammani funksiyaning ichida bajardi. Biz bu yerga yana bir tekst yozaylik. Masalan, biz Uyg'urcha tekst yozaylik. Uyg'ur yumshoq detal ijodiyatlari. Bu kodni saqladim. Ijro qildim. Qaraydigan bo'lsak, bu ko'znakning beshida 34 degan son bor. Bu sonni biz chaqirib ishlatgan bu count word degan funksiya o'zi bu yerga hosil qilib yozdi. Bu kodninki asli kodga qarasak, bu funksiyaniki
berilgan parametrni sanagandan keyin harflarni buni navbatdagi ko'znakniki tekstiga birib o'tadi. Demak, bu ko'znakniki tekstiga bu besilib chiqdi. Ya'ni qimmat qaytarmaydigan funksiyani ishlatgan vaqtimizda bevosita chaqirib qo'ysak, funksiyaning ichidagi jarayonlar o'zi ijrolab tamomlandi. Funksiya to'g'risidagi mazmunlarni davomlashtiraylik. Mashg'ulotni qilib bo'ldik. Bu yerda funksiyaning parametriga munosabatli ikki ochiqqushliq so'z bor. Yana ref va out. Bu ikki funksiyaning ikki ochiq so'zningki ishlatilish o'rni funksiyaning parametrininki tipining oldiga yoziladi. Masalan biz bayatdan yozgan kodimizni ko'raylik. Masalan bu funksiyani misolga olsak, mushuning oldi qismiga kirgizgich uyg'urcha qolibdi. Yana bu ochiq so'z yoziladi. Yoki bo'lmasa out deb yoziladi. Yani yazilish o'rni mushu shu. Endi bu yerdagi out va ref'ninki ma'nosi berilgan parametrni o'zgartib buning qimmatini qaytaradi. Masalan bu str degan o'zgaruvchi miqdor sirtda aniqlangan bo'lsa, buni chaqirib ishlatgan yerda. Bu ichida mashg'ulot qilish jarayonida bu strning qimmatini o'zgartadi. Bu funksiyaning sirtidami bu o'zgargan qimmatni ishlatgan bo'ldi. Odatda bizningki normal ahvoldagi funksiyalarimizda berilgan parametr funksiyaning sirtiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Buning ichida buning qimmatini qanchaga o'zgartirib o'tishimizdan qat'iy nazar, buning sirtidagi o'zgaruvchi miqdorda hech qanday o'zgarish yo'q. U normal burungi qimmatini saqlab turaveradi. Endi bu yerga ref yoki outni qo'shib ishlatgan vaqtida funksiya bu parametrga o'zgartish kirgizsa, bu sirtidami inovatli bo'ldi. Bu ikkisininki farqiga kelsak, ikkilisi garchi funksiyaning parametrining qimmatini o'zgarsa-mu, buningki ozroq farqi bor. Yana ref'ning qimmati oldin berilgan bo'ldi. Yana parametrda aslida qimmat bor bo'ldi. Funksiyaning ichida u qimmatni o'zgartirdi. Out ochiq so'zi berilgan bo'lsa, bu o'zgaruvchi miqdori aniqlangan sirtda. Lekin buningki hech qanday qimmat berilmagan bo'lsin bo'ldi. Buning qimmati funksiyaningki ichida berildi. Buni konkret ehtiyoj tug'ilgan vaqtda shu bo'yicha ishlasak bo'ldi. Funksiyaga munosabatli yana bir ochiq so'z, ikki ochiq so'z, public va private. Buni boya funksiyani yozish jarayonida ko'rib o'tdik. Public bo'lsa, bu funksiyani boshqa obyekt, boshqa klassda turibmi ishlatgan bo'ldi. Private bo'lsa, faqat navbatdagi klass, navbatdagi obyektning ichida, ya'ni shu funksiya yozilgan obyektning ichida ishlatgan bo'ldi. Odatda bu ziyorat cheklamasiga munosabatli ochiq so'zlar faqat bular emas, eng ko'p ishlatilgani public bilan private. Buningdan boshqa protected, virtual, abstracted deganga o'xshash yana boshqa ochiq so'zlarmi bor. Eng ko'p ishlatilgani public bilan private. Shuning bilan C# funksiyaga munosabatli mazmunlarimiz tugadi.